Bu akalar, assalomu alaykum. Kuninglar yaxshi o'tibdimi? Akalar, navbatdagi nerealniy skidkamizni e'lon qilamiz. Bu skidkamiz pultli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Malibu 2 pulti bo'ladi bu. Kimda agar Malibu pulti yuqori qolgan bo'lsa yoki zapaska yuqori qolgan bo'lsa, kelsanglar, biz sizlarga pultinglar o'chirilmagan holatga zapaska pult qilib yasab beramiz. Ya'ni programmalarni chiroyli holatga keltirib beramiz. O'zini o'yinlarini ko'tarishda hamda panika knopkalarini bosganda zavodda yashiylari o'z holatiga ishlaydi. Kak originalli birga ishlaydi. Buni skidka narxiga 600 ming so'mga ustroqqa programmasi bilan garantiyasi bilan qilib taklif beramiz. Manzilimiz 9 yo'l Zapchas bozor. Ko'rishingiz mumkin. Keling. Arabandan to'g'ri kelishingizga Optoj Mazorning old qator zdaniyasi hisoblanadi. Kesanglar, mana afishamiz qo'yilgan. Avtodiagnostika, tayinroqqa pul programma. Kesanglar, shaxsan o'zim sizlarga kutib olaman, ishinglarni soatli va chiroyli qilib bitkazib beraman.